Bir ayol 1415-hijriy yili eri bilan sodir bo'lgan qissani hikoya qilib beradi. Erim yosh, hayotga qiziqishi kuchli, harakatchan hamda nihoyatda kelishgan chiroyli yigit. Dindor va chiroyli xulq egasi, ota-onasiga ko'p yaxshilik qilguvchi insonlardan edi. Hijriy 1390-yil turmush qurdik. U bilan birga Saudiyadagi boshqa oilalar singari otasining uyida yashar edik. Ota-onasiga qilgan yaxshiligini ko'rib hayratga tushardim. Allohga menga ushbu yerni nasib qilgani uchun hamd aytardim. Turmush qurganimizdan 1 yil o'tib, qiz farzandlik bo'ldik. Keyinroq erimning ishi mamlakat sharqidagi mintaqaga ko'chdi. U bir hafta ishiga ketib o'sha yerda qolar va kelib uyimizda ham bir hafta bo'lardi. 3 yil mana shunday o'tgan. Qizim 4 yoshga kirgan edi. Hijriy 1395-yil Ramazon oyining 9-kuni uyimizga qaytayotib, Riyozda mashinasi ag'darilib ketib, avtohalokatga uchradi. Buning orqasidan kasalxonaga yotqizildi. U koma holatiga tushgan edi. Davolayotgan mutaxassis doktorlar erimning miya faoliyati umuman to'xtaganini va 95% miya hujayralari talofatga uchraganini aytishdi. Bu voqea bizga juda ham alamli bo'ldi. Xususan, uning yoshi o'tgan ota-onasiga qattiq ta'sir qildi. Otasini qattiq yaxshi ko'radigan Asmo qizimizning savollari ichimni tirnardi. Dadasi unga yaxshi ko'radigan o'yinchog'ini olib berishni va'da qilgandi. Biz har kuni navbatma-navbat erimning holini bilgani borib turardik. Lekin uning holati o'zgarmas edi. 5 yildan so'ng ba'zi odamlar menga qozilikka borib, erimning miyasi o'lganligi va uning tirilishiga umid yo'qligini aytib, qozidan taloq olishimni maslahat berdi. Ba'zi shayxlar er kishining miyasi o'lganligi aniq bo'lgan tarzda ayol kishi taloq olishi mumkin deb fatvo berdi. Biroq men bundan qat'iyan bosh tortib, modomiki erimning jasadi yer ustida ekan, taloq olmasligimni aytdim. Yoki boshqa o'liklar singari dafn qilinsin, yoki Alloh bir ishga boshlaguncha uni mendan ayirmasinlar dedim. Eng asosiy ahamiyatimni qizchamga qaratdim. Uni Qur'on yodlatish madrasasiga olib bordim. Qizim 10 yoshga to'lmasdan Qur'onni to'liq yod oldi. Keyinchalik unga otasiga nima bo'lganini aytdim. Qizcham doim otasini yodga olar, gohida yig'lar, gohida ichiga yutar edi. U dinga ahamiyatli qiz bo'lgandi. Hamma farz namozlarini o'z vaqtida o'qir. 7 yoshga kirmasidan tunlari turib ibodat qilardi. Rahmatli buvisi va bobolari bilan birgalikda menga uni chiroyli tarbiya qilishni muvaffaq qilgan Allohga hamdlar aytaman. Qizim men bilan birga vaqti bilan dadasini ko'rgani borar, ba'zida salom yo'llar, shuningdek dadasining nomidan sadaqalar qilar edi. 1410-hijriy yilning kunlaridan birida menga qarab, "Onajon, meni dadamning oldida qo'yib keting. Bu kecha dadamning yonida yotib qolay" dedi. Biroz ikkilanib turdim-da, keyin rozi bo'ldim. Keyinchalik qizim so'zlab bergandi. Dadamning yoniga o'tirib, Baqara surasini boshidan oxirigacha o'qib tugatdim. Keyin mudroq bosganda uxlab qoldim. Tursam, go'yo yuzimni tabassum qoplagandek, qalbim esa orom olgandek bo'ldi. Shuning uchun o'rnimdan turib tahorat qildim va Alloh qodir qilguncha namoz o'qidim. So'ng o'sha joyda 2-marta mudroq bosdi, lekin xuddi bir kishi menga tur. Qanday qilib Rahmon zot uyg'oq bo'lsa sen uxlaysan. Alloh biron bandasini quruq qaytarmaydigan bu ijobat soatida qanday uxlaysan degandek bo'ldi.
Xuddi bir yodimdan chiqargan narsamni eslagandek bo'lib turdim. Dadamga qaradim. Qo'limni ko'tardim. Ko'z yoshlarim to'lib oqayotgan edi. Va duo qildim. Ey Robbim, ey tiriklik va qayyumlik sifatiga ega zot, ey Jabbor, ey buyuk zot, ey hamma narsadan oliylikdagi zot, ey Rahmon, ey Rahim, mana bu meni dadam, seni bandalaringdan biridir. Unga musibat yetdi. Biz esa sabr qildik va senga hamdlar aytdik. Sen bizga qazo qilgan hukmingga rozi bo'ldik. Allohim, u seni xohishing va rahmating ostidadir. Allohim, Ayyubga dardidan shifo bergan, Musoni onasiga qaytargan, Yunusga baliq qornida najot bergan va olovni Ibrohimga sovuq va salomatlik qilgan zot, dadamga tushgan darddan o'zing shifo ber. Allohim, dadamni umidi yo'q holatida eshitdi. Allohim, qudrat va buyuklik o'zingdadir. Dadamga marhamat ayla. Undagi dardni o'zing ko'tar. Keyin yana ko'zlarimni uyqu bosib, bomdoddan ozgina oldin uxlab qoldim. Shu on birdan ey qiz, sen kimsan, bu yerda nima qilyapsan degan ovoz keldi. Ovozni eshitib u yoqqa alangladim, lekin hech kimni ko'rmasdim. Keyin ikkinchi marta takrorlandi. Qarasam, ovoz egasi dadam ekan. O'zimni tutib tura olmasdim. Xursandligimdan dadamni quchoqlab oldim. Dadam esa meni o'zidan uzoqlashtirib, "Astag'firulloh" dedi va "Allohdan qo'rq. Sen menga halol emassan" dedi. "Men qizingiz Asmoman" dedim. Shunda dadam jim bo'lib qoldi. Doktorlarning oldiga chiqib buni aytdim. Ular dadamni ko'rib hayratda qoldilar. Amerikalik doktor siniq arab tilida duduqlanib, "Subhanalloh" deya oldi xolos. Boshqa bir misrlik doktor suyaklarga ular chirib ketgandan keyin jon kirgizadigan Alloh pokdir ma'nosidagi oyatga o'xshash so'zni aytdi. Dadam esa tushuntirib bermagunimizcha nima bo'lganini bilmay turdi. Keyin yig'lab, Allohning o'zi eng yaxshi saqlaguvchidir va u solih kishilarni do'st tutadi. Allohga qasamki, avariyadan oldin zuho namozini o'qishlik uchun niyat qilganimni eslayman xolos. Bilmadim uni o'qidimmi, yo'qmi, dedi. Ayoli aytadi, umr yo'ldoshim uyimizga avval taniganimdek holatda qaytib keldi. Hozir u 46 yoshga kirib qoldi. Bir o'g'il farzand ko'rdik. Hozir 2 yoshga qadam qo'yyapti. Erimni menga 15 yil o'tib qaytarib bergan. Uning qizini salomat saqlagan hamda meni dunyodan unutilgan holatimda ham erimga vafodor bo'lishga va ixlos qilishga muvaffaq qilgan Alloh nihoyatda pok zotdir. Shuning uchun duoni tark qilmanglar, chunki duo qazoni qaytaradi. Hamda kim Allohni nazarda tutsa, Alloh uni nazarida tutadi. Ota-onalarimizga yaxshilik qilishni unutmaylik. Bilaylikki ishlarni yurgizish va ularni o'lchovlab qo'yish Allohnigina qo'lidadir. Boshqa hech kimsa buni qila olmaydi. Bu qissamni men ibrat uchun aytib berdim. Shoyat Alloh uni dunyo yo'llari to'rayib, musibatlari kattalashgan, oldida hamma eshiklari berkilib, najot yo'llari kesilib qolgan kishilarga foydali qilsa. Duo bilan osmon eshigini qoqing va ijobat qilinishiga aniq ishoning. Olamlarning Robbisi Allohga hamdlar bo'lsin. Umid uzmang. Faqat shu. Allohga duo qiling. Alloh subhanahu va taolo haqida chiroyli gumon qiling deb o'z hikoyasini tugatadi muallif. Xulosa esa o'zimizdan azizlar.